15. bab. Hazreti Aysaga e'tiqod qilgan ba'zi Yahudilar Yahudiya o'lkasidan kelib, Antakiyadagi Yahudi emas e'tiqodchilarga sizlar Musa payg'ambar orqali tushirilgan Tavrotdagi xatni qilinish haqidagi belgilimini qabul qilmasanglar, qutqizilmaysizlar, deb ta'lim berishga boshladi. Bu masala to'g'risida Pavlus bilan Barnaba ikkilan ular bilan kaskin munozara va talash-tortish qilishdi. Shunga Antakiyadagi e'tiqodchilar Pavlus bilan Barnabaga bir necha odam qo'shib, bu masalani hal qilish uchun Yerusalimga berib, boshqa elchilar va e'tiqodchilar jamoatchiligining yetakchilari bilan ko'rishinglar deb qaror qildi. Shunda qilib, Antakiyadagi e'tiqodchilar Pavluslarni yo'lga soldi. Ular safarda Fenikiya rayoni va Samariya o'lkasini besib o'tib, Bağallı yerida Yahudi emaslarning yomon yo'llaridan yenib, Hazreti Aysaga yüzlengenlik vaqasini so'zildi. Bu xabarni anglagan bütün e'tiqodchilar nahayt xursand bo'lishdi. Pavluslar Yerusalimga kelganida elchilar, yetakchilar va boshqa e'tiqodchilarning qarshi ilishiga muyassar bo'ldi. Ular ko'pchilikka Xudoning o'zlari olqi qilgan ishlarini yetkizdi. Lekin Parisi dini eqimtikilardan Hazreti Aysaga e'tiqod qilgan ba'zilar o'rnidan turishib, Hazreti Aysaga e'tiqod qilgan Yahudi emaslarmi xatni qilmasa bo'lmaydi. Bundan boshqa Tavrotdagi barliq tuzumga amal qilish kerak, dedi. Shunga elchilar bilan yetakchilar bu masalani muzokara qilish uchun jam bo'lishdi. Uzun suhbatlashishdan keyin Petrus o'rnidan turib mundaq dedi. Qarindoshlar, Xudoning meni bir necha yil burun sizlarning ichinglardan Yahudi emaslarga xushxabar yetkazib, ularni Hazreti Aysaga e'tiqod qildirishga tanlaganligidan xabaringlar bor. İnsanlarning qalbini bildigan Xudo o'zining ruhini bizga ato qilganidek, Yahudi emaslarga ato qildi. Buning bilan Xudo Yahudi emaslarni qabul qilganligini bildirdi. Xudo ularni biz bilan teng ko'rdi. Ularning Hazreti Aysaga bo'lgan e'tiqodi orqali Xudo ularning qalblarini pok qildi. Ahvol mana shunday ekan, endi sizlar nima uchun Yahudi emaslarning bo'yinlariga shuncha og'ir yukni ortmoqchi bo'lasizlar? Uni o'zimiz va ajdodlarimizmi ko'tarilmagan tursa, unda qilsanglar, Xudoning yo'lini singan bo'lmamsizlar? Yo'q, unda qilmanglar. Biz Yahudilar Rabbimiz Aysoning mehr shafqatiga toyinib, e'tiqodimiz orqali qutqizilgandek, ularmi shunda qutqizildi. Petrus gapni oyoqlashtirgandan keyin uyda jimjitlik hukm surdi. Ondan Barnaba bilan Pavlus chiqib, Xudoning o'zlari orqali Yahudi emaslarning orasida ko'rsatgan barliq mo'jiza va karomatlarini bayon qildi. Ular so'zlab bo'lgandan keyin Yaqub mundaq dedi. Qarindoshlar, quloq solinglar. Bayotin Petrus Xudoning Yahudi emaslarga ko'ngil bo'ldiganligini, Yahudi emaslarning orasidanmi odam tanlab, o'zining xalqi qilganligini tushuntirib o'tdi. Payg'ambarlarning aytganlarimi buningga butunlay uyg'un keladi. Muqaddas yozmalarda Xudoning Amos payg'ambarga aytgan mo'nin so'zlari yozilgan. Keyin men qaytib kelib, podsho Davudning vayron bo'lgan podsholigini qaytadan qurib chiqaman. Uni xarobliqdan qaytib bino qilib, asliga keltiraman. Shunda qilib, boshqa har qanday odam, jumladan men o'z xalqim bo'lishga chaqirgan Yahudi emaslarmi meni topidi. Men sizlarning parvardigoringlar. Xuddi burunli va'da qilganimdek, bu ishlarni amalga oshiraman. Yaqub so'zini xulosalab mundaq dedi. Shuning uchun meningcha Xudoga e'tiqod qilgan Yahudi emaslarga o'rinsiz talab qo'ymasligimiz kerak. Faqat ularga putlarga atab nazik qilingan go'shtlarni yemanglar, jinsi axloqsizlik qilmanglar, qonni va bo'g'ib o'ltirgan hayvonning go'shtlarini yemanglar deb topilab bir parcha xat yozayli. Chunki Yahudilar Musa payg'ambar orqali tushirilgan Tavrot qonunidagi bu ta'limlarni uzundan beri har dam ilish kuni har qaysi shahardagi ibodatxonalarda yig'ilib, o'rganib kelgan. Shunda qilib elchilar, yetakchilar
ve Yerusalim'deki başka bütün itiqatçılar özlerinin orasidan bir necha odamni tanlab, ularni Pavlus ve Barnaba bilan billa Antakiyaga avatishni qaror qildi. Yahuda Barsaba debmi atıldı. Bilen Silas bununla tanlandı. Bu ikkilan burundan itiqatçılarning hurmatiga sazavar bo'lib kelgan edi. Xatda mundaq yozilgan: Hürmetlik Antakiya, Suriye ve Kilikiya o'lkasidagi barliq Yahudi emas itiqatçılar. Yerusalimdagi qarindoshlardan, ya'ni biz elchilar bilan yetakchilardan sizlarga salom. Bizden yininglarga borgan ba'zi kishilarning so'zlarining sizlarni bearam va parokanda qilib qo'yganligini angladik. Lekin biz ularga undaq so'zlarni qilishni topshirmagan edik. Shu sababdan biz bu ishni muzokara qilgandan keyin oramizdan bir necha kishini tanlab, ularni qadrdon do'stlarimiz Barnaba va Pavlus bilan birga yininglarga avatishni qaror qildik. Bu ikkilan hayotining xatarga uchrashiga qaramay, Rabbimiz İsa Mesih'in xizmetinde bo'lgan kishilardir. Şuna biz Yahuda bilan Silasnimi xetimizdagi qarorimizni sizlarga o'z og'zi bilan so'zlab bersin deb yeninglarga avatishni qaror qildik. Maqsadga kelsak, biz muqaddas ruhning yordami bilan zarur bo'lgan 2-3 belgilimdan sirt sizlarga har qanday bir og'ir yuk yuklamaslikni qaror qildik. Zarur bo'lgan belgilimilar tövəndikiçe. Butlarga atat nazir qilgan go'shtlarni yemanglar. Qonni ve boğup öldürülgen hayvanın go'shtlarini mi yemanglar. Cinsi axloqsizlik qilmanglar. Sizlar mushu bir necha ishdan xoli bo'lsanglar, yaxshi qilgan bo'lasizlar. Sizlarga omonlik tilaymiz. Vakillar yo'lga chiqib, Barnaba ve Pavlus bilan birga Antakiyaga bordi. U yerda bütün itiqatçılarını yığıp, xatni ularga topshirdi. Ular xatdagi madad bergan so'zlarni o'qib, intayin xursand bo'lishdi. Yahuda va Silaslar payg'ambar bo'lib, itiqatçılarga nurg'un so'zlarni qilib, ularni rag'batlantirib, etiqodini kuchaytdi. Yerusalimdan kelganlar u yerda ozroq vaqt turib, Yerusalimdagi o'zlarini avatgan itiqatçılarning qishig'i qaytdi. Antakiyadagi itiqatçılar ularni uzitib, sapriga omonlik tiladi. Lekin Pavlus ve Barnaba Antakiyada yana bir mezgil turib, boshqa nurg'un kishilar bilan birga Rabbimiz İsa to'g'risidagi ta'limni yetkazib turdi. Oradan oz vaqt o'tgandan keyin Pavlus Barnabaga: "Biz burun Rabbimizning xush xabarini yetkazgan hamma shahar yezlarga berib, etiqatçılarning ahvolini ko'rib kelayli", dedi. Barnaba ma'qul ko'rib, Yuhanna Markusni birga elib, bormoqchi bo'lgan edi. Biroq Pavlus buni dono fikr emas deb qaradi. Chunki Markus oldin ketim ular bilan birga ishlashni davomlashtirmay, Pamfiliya o'lkasida ulardan ayrilib ketgan edi. Pavlus bilan Barnaba bu ish yuzasidan qattiq talash-tortish qilishib, oxir bir-biridan ayrilib ketishdi. Barnaba Markusni elib, kemiga o'tirib, Siprus orlig'iga ketdi. Pavlus bo'lsa Silasni tanlab, itiqatçılarning o'zi bilan Silasni Xudoga omonat qilishi bilan ulardan ayrilib, yo'lga chiqdi. Pavlusla Suriye ve Kilikiya o'lkalarini aralab, har qaysi joylarda itiqatçılar jamoatchiligidagi kishilarning e'tiqodini kuchaytdi.